Salam dostlar. Jigerning quruqisiga oshgan, o't yalluqlangan, talning iqtidori tuvalligan, davomliq eg'iz ochiq bo'layotgan, eg'iz kolpukli quruplam turtgan, ko'z qurg'oqlashgan, uyquning sufati yaxshi bo'lmagan, tog'oq sumakda kuyishgandek ig'ir og'riq paydo bo'lgan va jigar sababidan suydik tutilgan yoki putqonlarda ishiq paydo bo'lgan do'stlarga tajribadan o'tgan ichgan kunidan boshlab unum birtgan bir resep keldim do'stlar. Sabzini meva siqish mashinasida siqib 500 gram suv olamiz. Turupdan, ya'ni lobodan 500 gram suv olamiz. Ikkisining suyini elishtirib, buningga 250 gram qora shakarni selib, sos o'tda bir qatim qaynatib olamiz. Qaynatib bo'lgandan keyin bingshangga sap qo'yib, kuniga 3 vaqt yarim piyoladan 1 piyola atrofida iste'mol qilganda yuqorqi ahvollarga unumi intayin tez bo'tadi. Yoqtirgan bo'lsanglar, yurak besishni unutmang.